Otini berish kerak, dorisini, vaqtida suvini, ishlovini. Shunaqami? 18-20 million so'm rasxod qilish kerak hektariga. 18-20 million. Bu degani 1,5 ming AQSh dollari hektariga rasxod qilish kerak. Buni ekib qo'yganlar bo'lib qolmaydi. Endi bu hozir ko'p bo'lib ketsa, buni chikanka qilish kerakmi? Kerak. Kerak-a? Kerak. Chikanka qilishdan maqsad nima? Foydasi nima bo'ladi chikanka qilib? O'riklarin daha katta Kalibri yirik bo'ladi. Kalibri yirik bo'ladi, xolidor bo'ladi, klienti ko'p bo'ladi. Klient ko'p bo'ladi, har dori chaqqon bo'ladi. Evet. Sal tevaroq qilib endi bu joylari gilos qanaqa o'rnashyapti? Gilos mahsulot bu joylar. Joylarida gilos zo'r o'ynashyapti. Hozir tepaga 80 hektarga ekishga boshladi. 80 nechta odam ishlayapti hozir bugun? Hozir bugun 150 kishi. 150 ishlayapti, qayerga ham chiqamiz. Bugun mana olinglar, mana oddiy yerdan foydalanib, tog' qir zonasida, qirni ustidamiz. Mana tosh, shag'al yer, erta bo'ladi, chidamli bo'ladi. Quruq yer, mana o'ringlar, hosilni qarang mana. 1 yil o'ganiga mana, 1 yil bo'ldi ekilganiga. Hech kim ishlangiz kelmaydi. Mana hosil. Mana akalar, mayda aprelda boshida turibmiz. 2025-yil Aziya Sibir bozori ochilgan. Xudo xolasa, ertaga nasibsa Omskidan video yoritamiz. Alloh tinchligini bersa, u joyda bozor ochamiz. Buncha gektarlarga, buncha ekilayotgan bog'larga o'zimizni bozorimiz bo'lish kerak. O'zimizni bozorga albatta sifatli mahsulot bo'lish kerak. O'qlanish, ho'lash, tagiga o'qlash, karzinkani burchagiga o'qlash, u narsadan uzoqda bo'lishimiz kerak. O'zbek tovarni brendda dunyoda birinchi o'ringa chiqadi, sifat bo'lsa. Chiqadi. Faqat nima qilish kerak uchun? Mana agronom sifatida. Faqat qilingan bog'larga vaqtincha oziqalarni berish kerak. To'qalash kerak bo'lsa, mevani to'qalash kerak. Meva to'qalash degani chikanka qilish kerak. Upakovkasi zo'r bo'lishi kerak. Upakovkasi chiroyli qilib upakovka qilingan bo'lishi kerak. Keyin hamma mahsulot bir xil bo'lishi kerak. Mana. Maydasini pastga, kattasini tepaga solsangiz zo'r bo'lmaydi. Aka kirib kelganimga 5 minut bo'ldi. Bir og'iz sizga bir gap gapirdimmi? Yo'q. O'rgatdimmi? Alloh uchun mana birinchi marta hayotni ko'rish turibman. Boqqa keldik.